bolasini burniga, ko'ziga, qulog'iga sutligisini tomizishi. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Yosh onalarimizdan hozirgi vaqtda qiladigan xatolaridan eng ko'p uchraydigani bu bolasini burniga, ko'ziga, qulog'iga sutligisini tomizishi. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Sababi sut tarkibida laktuloza bo'lib, bu shirin bo'ladi. Infeksiya mikroblarni, bakteriyalarni eng sevimli ozuqasi hisoblanadi. Shuning uchun ham quloqda, burunga, ko'zga sut tomizilgan vaqtda bu yerda shamollashlarni, yallig'lanishlarni kuchaytirib olishi mumkin. Va yana burunga tomizgan vaqtimizda shilliq qavat yaxshi rivojlanmaganini hisobiga bu yerda allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin. Quloqdan burunga o'tib, aditlarni rivojlantirishi mumkin. Shuning uchun ham ona suti bolani burniga tomizish juda ham katta xato hisoblanadi. Bola burni bitgan vaqtida uy sharoitida natriy xlor 3% yoki bo'lmasa hozir maxsus burun tomchilari bor, akvalor yoki morskoy suvlar bor. Mana shulardan foydalanishi onalarimizga maslahat bergan bo'lardim. Men Karim Umid Abdug'aniyevna 15 yillik tajribaga ega bolalar nevropatolog, pediatriman. Bolangizni salomatligi bilan bog'liq bo'lgan muammolaringiz bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz.